Bugun metrodan chiqqanlarni xursand qilamiz. Qaysi maktabda o'qiysizlar? 98. Xo'p, nechinchi sinfda o'qiysizlar? 10. 13 kara 99 nechi bo'ladi? Matematika yaxshi o'qiymiz. O'ylab ko'ringlar, $200. Matematika yaxshi o'qiymiz-de. Boshqacha savol bering. Mantiqiy savol bering. Yo, mantiqiy emas. Bo'ldi, $300 beraman agar to'g'ri javob bersalaringiz. Har bittalaringizga $100 beraman. 13 kara 99. Aha. $100 dan ishlaysizlar. Yo, kalkulyatorda ishlash mumkin emas lekin. Xo'p, bilmaysizlarmi? Xo'p, javobini o'rgatib ketaymi? Qaranglar, kalkulyatorni oling. Xo'p, 13 kara 99 dedim, ha? Eng oson usulni o'rgataman. 13 dan 1 ayiramiz. Necha bo'ladi? 12. 12 yoziladi birinchi, keyin 99 dan ham 12 ni ayiramiz. 99 dan 12 ni ayirsak nechi? 87. 87. Значит, 12 87 chiqadi. Qalay? O'rgandingizlarmi? Oson. Qaranglar, endi masalan 123 ni yoki 123 ni ko'paytiringlar 999 ga dedim. Nima qilasizlar? Xuddi shunaqa taktika. 123 dan ham 1 ni ayiramiz. 122. Aha, 122 и 999 dan ham 122 ni ayiramiz. Bu degani 877. 122 877 chiqadi. Ana, o'rgandingizmi taktikani? Xo'p, bo'ldi. Pas-pasdan qilib qo'yinglar. Keyingi ishtirokchi $400 yutib olishi mumkin.